Qoymozor mahallasida 1393-4400 sonli kontrollarda amalga oshirilmoqda. Hozirda bu yerda jami 12 gektar yer maydoni tashkil etib, 12 gektar yer maydonga kartoshka ekilgan. Bu yerda ekilgan ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanib kelinmoqda. Hozirda ushbu ekinimiz unib chiqish jarayonida. Ekinning yetishtirilishi 90 kun davom etadi. Yetishtirilish jarayonida sug'orilishi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 40 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 13 gektardan to'g'ri keladi. Loyihamiz samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Xo'jayev Asliddinni ishlab chiqarish kooperativiga biriktirilgan. Ushbu loyihamiz bo'yicha jami o'sha 1 gektar yer maydonidan 30 tonna hosil olinib, jami 12 gektar yer maydonidan 313 tonna hosil olinadi. Hozirda ushbu yer maydonimiz 300 metrga